Ramazanda bunu 5 ishni qilmam. Ramazonni tutib, uni Alloh taolaning dargohiga sog'lom elib berish hammadan muhim. Shu ibodatni qilish muhim bo'lgandek, ibodatni salomat elib berish bek muhim. Alloh taolo Qur'on Karimda "Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha." Kimki bir yaxshilikni elib kelsa, bizning dargohimizga bir yaxshilik qilib elib kelsa, uningga 10 hassa savob beramiz deydi. Ya'ni Ramazonda bir gün kechgacha ussuzluq, ochliq dardini chekib, uningdan keyin bu tutqar ro'zimiz bakovlab kelsa, bizga naydi bak ziyon bo'ldi. Shunga Ramazonda tutqar ro'zimizni sog'lom elib berish va Alloh taolaning dargohida qabul qildirish uchun tuvandagi ishlarga diqqat qilish kerak. Birinchi, ko'zingizni haromdan saqlang. Ko'zingizni haromdan saqlang deyilgan hamon ko'chalarga chiqqanda, rastlarga chiqqanda, o'ziga halol bo'lmagan, ya'ni nomahramlarga qarash deb tushunamiz. Umuba, ammo hozirgi zamonda ko'chaga chiqish ketmaydi. Hamma odamning qo'lidagi yanfon, uningda dunyoning hammasi bor. Shunga bu yanfon ishlatishda menga ma'noda savob bo'lamdi, gunoh bo'lamdi. Bu barmoqlarim mening uchun savobga ishlamdi yo gunohga ishlamdi deb o'zimiz kontrol qilib, yaxshi ishlarni ko'rish, yaxshi narsalarni tingshash va nomahram halol bo'lmagan narsalarni ko'maslik, uchuq rasmlarni va axloqsiz videolarni ko'maslik va ko'zimizni haromdan saqlash kerak. Ikkinchi, tilingizni haromdan saqlang. Tilni haromdan saqlash deyilgan hamon kishilar yolg'on aytishdan, kishilarga aziyat berishdan, tillashdan tilingizni saqlang deb tushunadi. Umuba, undan boshqa ba'zi kishilar kunib qolgan koni odati bo'yicha Ramazonda yolg'on aytib qoldi, g'aybat qilib soldi. Shunga tilni saqlash kerak. Undan keyin quloqingizni saqlang, haromdan saqlang. Quloqni haromdan saqlash degan g'aybat shikoyatlarni tingshmaslik, yolg'on yovdak gaplarni tingshmaslik ve tingşaş halal bo'lmagan naqshi muzikalarni tingshmaslik normal bo'lish. Ya'ni Allohning zikrini tingşaş, Qur'oni Karimni tingşaş, yaxshi narsalarni tingşaş, yaxshi vaz nasihatlarni tingşaş, ota-onalarning, ulamolarning yaxshi so'zlarini tingşaş. Endi putqulingizni haromdan saqlang. Putqulni haromdan saqlash gunoh bo'ldigan, yomon bo'ldigan yerga bormaslik. Putqulimizni yomon ishlarga ishlatmaslik. Qiyomat kuni bizning putqolimiz va butun a'zolarimiz bizga guvohlik berdi. Yaxshi ish qilgan bo'lsak, yaxshilikqa guvohlik berdi. Yomon ish qilgan bo'lsak, bizning ziynimizga guvohlik berdi. Eng oxirgisi gelimizni haromdan saqlash. Bu nihoyatda bak muhim. Chunki harom yegan odamning duosi ijobat bo'lmaydi. Harom yegan odamningki ibodatlarininki qabul bo'lishi tez. Shunga Ramazonda mush ishlarga diqqat qilish kerak. Alloh taolo hammalarning tutqar ro'zasini qabul qilsin. Amin.